Shuni ham eplolmadingmi? Xayrli tongi tomondagi aks bilib qo'ygan sen kimgadir keraksan. Lekin qanchalik og'ir bilmasamda bilaman bu seni qilmaydi yakson. Xayrli tong, to'xtamay yur, bizda qilar oson yo'ldan bormaymiz. O'xshash insonlar birga porlaymiz. Yo'limda qo'llagan yulduzlardek porlab, ertasini o'ylagan oddiy noyob prinsip. Yordam! Voy bola, kiyimlaringni qara, kirligini qara, rasvoligini qara. Qanaqa yurish bu? Har kuni kir yuvaman, har kuni kir yuvaman. Kir bo'lib keladi, qanaqa bo'lsin? Bitta narsani eplab icha olmaydi. Har kuni kir. Qanaqa bola bo'lding sen o'zi? Qani endi qaytganida o'tgan yillarim, avvalo o'ylab ko'rardim ko'p gapirgani. Kim nima desa ham doim xo'p deb turardim. Taqdirim choptirmasaydi ko'p kari kabi, sochim oqargani qolar kutganim sayin. O'zimga ayon boshimdan o'tganim ta'mi, hech bo'lmasa yorug' kunlar qo'ysin jilmayib. Bugungacha faqatgina ko'rganim sabr. Boshim qotirma, o'zi yetarli ko'p dard. Doim omadsizlik mehmondek ko'taradi to'rda. Asabim shunchalik g'azabda yoqtirmaydi ko'p gap. Zo'r futbolchi bo'larmidim olsam alamim to'pda. Omina, qara, quvafga o'qishga kirdim. Qog'ozingni qayerdan topib olding? Ishingni qilsang bo'lmaydimi? Qanday qilib sen o'qishga kirasan? Qo'lingdan bitta ish kelmaydi. O'qishga kirganmish. Ishingni qil, so'tek. Hurmatli talabalar, davriy sistemadagi elementlardan nechtasi organizmda uchraydi va bularning o'zgarishi organizmga qanaqa ta'sir qiladi va qaysi kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin? Men javob bersam bo'ladimi? Marhamat. Davriy sistemada 118 ta element bo'lib, ularning barchasi inson organizmida uchraydi. Va ularning borligi inson organizmiga hech qanday ta'sir qilmaydi. Javobingiz biroz noto'g'ri. Bu yoqqa chiqsangiz, sizni misolingizda talabalarga tushuntirib beraman. Keling. Hozir to'g'ri javob berayotgandingiz, lekin noto'g'ri javobga o'tib ketib qoldingiz. Mana shu elementlarda borligi organizmga juda ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, oddiy temir yetishmasligi sizda kamqonlik kasalligini keltirib chiqaradi yoki lit yetishmasligi ko'rish qobiliyatiga ta'sir qiladi. Magniy yetishmasligi esa yurak-qon tomirlariga ta'sir qiladi. Ustoz, hozir siz meni so'kmaysizmi? Sizni men nimaga so'kishim kerak? Men noto'g'ri javob berdim-mi? Siz hamma narsani bilib kelsangiz, biz ustozlar sizlarga nimani o'rgatamiz? Siz bilmagan narsalarni biz ustoz sifatida sizga o'rgatamiz. Bu dargohda tanlab adashmagansiz. Qo'qon universiteti Andijon filiali har bir yoshni tinglaydigan va har bir yoshga imkoniyat beradigan maskan.